Qiladigan ishim yo'qmi? Qiladigan ishingiz yo'q o'xshaydi demanimcha. Nima xos bo'pti? Yugurishga chiqdim. Ko'rdingmi? Sport bilan shug'ullanar ekan. Biz nima qilyapmiz? Biz ham sport bilan shug'ullanamiz, faqat bugun birinchi kun. Shuni aytmay tursangiz bo'ladi-yu. Yo'q, biz ham birinchi kun emas bugun. Uyda qilyotgandik biz. Menga qarang, agar yana bir marta yo'limizdan chiqadigan bo'lsangiz, o'zingizdan ko'ring. Men 4 yil boks bilan shug'ullanganman. Meni ham 8 yil boks bilan shug'ullangan joyim bor. Undan tashqari 2 yil karate bilan ham shug'ullanganman. Hozir barbaga boryapman. 1 yil bo'lib qoldi shekilli. Baryapmisiz? Ha. Nimaga unda qulog'ingiz sinmagan? Qizlarning qulog'i sinmaydi. Qizlar akkuratni trenirovka qilishadi. Yo'q, siz qayerdan bilasiz? Men ham barbaga borganman-ku 3 kun. Menga qarang, bo'lmabdi sizga. Ko'chada sport qilish. Tushing oldimga uyda qilamiz. Uyda? Ha. Uyda qanaqa qilamiz? Ko'rasiz uyda. Yuguring tezroq. Men nima qilaman hozir yugurmay? Men hozir sizga ko'rolmaslar ko'rib qo'ysinni ko'rsataman. O'zi bu meni ko'taradimi? Ha, bu 130 kilogacha ko'taradi. Yo'q. Ekranda yugurgan tezligingiz, bosib o'tgan masofangiz, ketkazgan vaqtingiz, ketkazgan kaloriyangiz, yuragingiz urishi hammasi ekranda ko'rsatadi. Kolonkasi bor. Bu sigulab olsangiz dikkin dishtin qilib ketasiz. O'zi dikkin dishting bo'lib yuribman. Past oyoqlari bor. Naklon qilib olsangiz toqqa yugurib chiqqanday bo'lasiz. Toqqa yugura olma o'zi shundoq ham. Buning har xil assortimentlari bor. Luboydan zakaz qilsangiz bo'ladi. Xohlasangiz naqdga, xohlasangiz bo'lib to'lashga. Men bo'lib to'lashga oldim. To'lab qo'yarsiz-a? Nima? Yuguring. Ey, Yuguring. o'lib qolaman hozir.